Men hozir Berlin markazidagi Yevropada o'ldirilgan yahudiylarning xotirasiga bag'ishlangan Holocaust yodgorligidaman. Bu joy Ikkinchi jahon urushi paytida millionlab yahudiylarning yo'q qilinganini eslatish uchun qurilgan. Bu yerda 2711 ta beton blok bor. Ular bir xil ko'rinsa ham balandligi har xil va yer tekis emas. Bu yerda ism ham, sana ham, haykal ham yo'q. Chunki bu yodgorlik tushuntirish uchun emas, his qildirish uchun yaratilgan. Germaniya bu xotirani yashirmagan, uni poytaxtning naqd markaziga qo'ygan. 1952-yilda Germaniya va Isroil o'rtasida Lyuksemburg kelishuvi imzolangan. Shu bilan Germaniya Holokaustni rasman tan olib, kompensatsiya to'lash majburiyatini olgan. Bu to'lovlar hanuz davom etmoqda. Agar o'sha davr qurboni tirik bo'lsa, Germaniya qayerda yashashidan qat'iy nazar kompensatsiya to'laydi. Ushbu summa hozirgi kungacha 90 milliard yevrodan oshgan. Ko'p davlatlar tarixiy jinoyatlarni yopishga harakat qiladi. Germaniya esa aksincha, ularni ochiq qoldiradi. Chunki nemis siyosiy tafakkurida shunday tushuncha bor: yopilgan tarix qaytib keladi. Aynan shuning uchun Germaniya millatchilikdan ehtiyot bo'ladi, baland shiorlardan qochadi, tarixni romantiklashtirmaydi. Bu zaiflik emas, bu o'ziga qo'yilgan cheklov.